Bugun hamma biladigan, lekin ko'pchilikda o'xshamaydigan keks retseptini sizlarga taqdim etaman. 3 stakan retsepti bo'yicha tayyorlaymiz. Stakanmi, piyolami, o'zingizlarga qulay, faqat bir xilda o'lchamdagi idishni tanlaysizlar. 1 stakan shakar, 1 stakan sut, 1 stakan yog', 3 ta tuxum bilan shakarni, 1 chimni tuzni ko'pirtirib, 1 stakan yog', 1 stakan sutni ham solib, bir aralashib ketguncha ko'pirtirib olamiz. Keyin 3 stakan un solamiz. Bekorga 3 stakan deyilmagan bu retseptda. 3 stakan. Siz stakan qilishingiz shart emas, piyola qilsangiz ham bo'ladi. 3 piyola ishlatasiz. 3 stakan un solasiz, 20 gram, bitta katta qoshiqda razrelitel, yarim osh qoshiqda vanilin solasiz. Bo'lib solasiz. Masalan, 1 stakanni birinchi solib, mikser qilib olib, keyin qolganlarini ham bo'lib solasiz. Yaxshilab bir aralashtirib olib, shunaqa smetana holatida bo'ladi quyuqligi. Qolipni sariyog' bilan yaxshilab, margarin bo'lsa ham bo'laveradi, yog'lab, albatta yog'laylar. Keksinglar qolipdan chiqishi oson bo'ladi. Men kunjut sepdim, bu xohishga ko'ra. Sepmasanglar ham bo'ladi. Keksning ichiga yong'oq, magiz, har xil kuragalar solsanglar bo'ladi. Kakaoli qilsanglar bo'ladi. O'zingizlarning xohishingizlarga qarab 150 gradusda 1,5 soat pishirasizlar. Qizlar, buni keksni ishib chiqishini sababi ham shu, past olovda uzoqroq pishirish kerak, ichlari bilan pishadi, berch bo'lib qolmasdan. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. 12 santimetrgacha ko'tarilibdi. Albatta tayyorlab ko'ring, juda ham mazali chiqadi, ichlari g'oviy bo'lib, yumshoqqina bo'lib chiqadi. Agar videoim yoqqan bo'lsa, like bosib, menga obuna bo'ling. Oldindan rahmat.